Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana xudo xolasa yangi torimiz tayyor bo'ldi. Futlarlar bilan birga xudo xolasa sadafli tor ko'rinishiga bizlaringiz baho berasizlar. Mana bir oy davomida qilingan mehnatimiz. Xudo xolasa bugun ovozlarni chalib, ko'rinishlarini hammasini xudo xolasa chiroyli tushuntiramiz. Mana birinchi futlardan boshlasak, futlar ham yangi yasalgan tor uchun maxsus. Mana ko'rinishlari chiroyli qilib, o'zini kalitlari ham bor, bemalol ishonchli, sifati ham zo'r, ichidan kelayotgan hidi kelmaydi. Endi torga o'tsak, mana yangi torimiz. Kosalari ham govdaga mos bo'lib, Ozarbayjon formasida chiroyli qilib yasalgan. Mana endi bezaklariga e'tibor bersangizlar, mana hamma joylari 100% chiroyli qilib yasalgan. Kosasi tut tarafdan dastasi o'rik, golovga yong'oqdan bo'ladi. 100% necha yil desa bizda torlarimizga umrbodga garantiya beramiz sifatiga. Bizda kosa dastalar kamida 10 yillar quritib qo'yiladi. U prosta oddiy etib o'tiladigan gap emas. Shunga yarasha sifat ham bo'ladi. Mana endi ovozlarni eshitib ko'rib, o'zlaringiz baho berasizlar xudo xolasa. Hali yangi tor, hali chalingan sari ovozlari bundan ham ochilib boraveradi. Mana ovoz. Bu torimiz yodgor akaga esdalik sifatida yasaldi. Bir yaxshi inson, yaxshi akaligimizga xudo xolasa mana yaxshi kunlariga nasib qilsin. Kosalari ham sog', hamma joyi sadafli. Mana golovkadagi bezaklariga ham e'tibor bersanglar. Ancha-muncha mehnat bo'ldi. Mana aka-ukalar, xudo xolasa kimga shunaqa chiroyli, yaxshi torlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yasab beramiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.